Ronaldomi, Messimi, Colami yo Pepsimi, Marvel yoki DCmi? Bugun biz sizlar bilan Marvel kino olami qahramonlari kuchliroqmi yoki DC degan savolga javob topishga harakat qilib ko'ramiz. Super qahramonlarga qiziquvchilarning ko'pchiligi juda yaxshi bilishadi. Bu ikki studiyalar anchadan beri raqobatlashib kelishadi. Ularning raqobatlari avval komikslar ishlab chiqarishda boshlangan bo'lsa, so'ngra multfilm, kino va seriallarga ham ko'chgan. Ikkala studiya ham kino olamlarida asosan komikslarda ko'rinish bergan va muxlislar tomonidan iliq kutib olinib, keyinchalik yakkaxon komikslarga ham egalik qilgan qahramonlardan foydalanishadi. Marvel va DC studiyalarining kino olamlari. Ikkalasi ham kuchli artefaktlar va qahramonlarga boy. Shuning uchun ham Marvel kino olami kuchliroqmi yoki DC degan savol nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda o'z aktualligini yo'qotmay kelmoqda. She-Hulk va Miss Marvel hech qayerda bu bahsda qatnashmaydi. Yaxshisi bu mavzuga qaytmay qo'ya qolamiz. Shu sababdan bugungi videoni tayyorlash qaroriga keldim. Ko'rib, rohatlaning. Ularni to'g'ridan-to'g'ri bir-biri bilan solishtirish deyarli ilojsiz. Shuning uchun ham bugungi video uchun biz masshtabni biroz kichkinalashtiramiz. Ya'ni Marvel uchun MCU ning asosiy kino olamini olamiz, bu o'sha qasoskorlar filmlari sodir bo'ladigan olam. DC uchun esa Zack Snyder olamini olamiz. Oldindan kichik disclaimer, bugungi videoda men qaysidir qahramonni kuchliroq va yana qaysidir birini kuchsizroq qilib ko'rsatish niyatim yo'q. Bugungi videodagi ma'lumotlarning barchasi men topgan manbalar va shaxsiy fikrlarimga asoslangan. Agar siz bularga qo'shilmasangiz, buni hech qanaqa yomon joyi yo'q. Shunchaki fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Ikkala kino olamida ham qahramonlar ko'p, biroq ular orasida bir-biriga qobiliyatlar jihatdan yaqin qahramonlar mavjud. Tushunib ulgurganingizda bugun qahramonlar mos raqiblar bilan solishtiriladi. Demak, Marvel tomonidan jangga Temir Odam, Kapitan Marvel, Thor, Kapitan Amerika, Thanos, Makari va Visionlar kiradi. DC kino olamidan esa Batman, G'aroyib ayol, Superman, Aquaman, Darkseid, Flash va Kibriklar jang qilishadi. Fight! Temir Odam va Batman. Ular ikkalasi ham super qobiliyat egalari emas, ammo ularning kuchi super qobiliyatda ham emas, balki boyliklarida. Qanday qobiliyatga egasiz? Boyman. Batman shahar ko'chalarida har xil mafiya va zo'ravonliklarga qarshi kurashib, ancha chiniqqan va ko'p hollarda qo'l jangini afzal ko'radi. Kuchli strategik fikrlashga ega va eng muhimi, qoyilmaqom gadjetlar sohibi. Ularga batarang, Batmobile, maxsus zirh va boshqalar kiradi. Yana Batmanda Alfred ismli yordamchi maslahatchisi mavjud bo'lsa-da, nanotexnologik kostyumdagi Tony Starkga qarshi unchalik katta shansi mavjud deb o'ylamayman. Temir Odamning Batmanga qaraganda asosiy ustunligi bu uning ucha olishida. To'g'ri, Batman o'zining samolyotida ucha oladi deyishingiz mumkin. Men ham samolyotda ucha olaman. Qolaversa, Tony Stark faqatgina boy bo'libgina qolmay, juda ko'p sohalarda ulkan bilimlarga ega. Tony Stark o'zini genius billionaire playboy philanthropist deb tanishtiradi. Temir Odamning bundan tashqari ham ustunliklari anchagina, barchasini sanab o'tirish shart emas deb o'ylayman. Demak, hisobni Marvel ochib beradi. Iron Man. Kapitan Amerika Aquaman'ga qarshi. Steve Rogers tezlik, epchillik, noinsoniy kuch, strategik fikrlash va eng muhimi, liderlik qobiliyatiga ega. U jamoani ajoyib tarzda boshqaradi. Jamoa a'zolarini ruhlantirib, eng birinchilardan jangga kiradi. Kapitan Amerikaning ustun taraflari asosan uning aqli va epchilligida. Ammo Aquaman uchun bunday demagan bo'lar edim. To'g'ri, unda bu xislatlar yo'q emas, faqat kepda ular anchagina amsiyor. Aquaman, ya'ni Arthur, yarim Atlant, chidamlilik, suv osti dunyosi hayvonlarini boshqarish, tezlik, telepatiya qobiliyatlari bilan birgalikda Aquaman ham kuch jihatdan anoyilardan emas. Xo'p, bu ikki qahramon jang qilishsa, kim yutishi mumkin? Bu albatta atrof muhit va artefaktlarga bog'liq. Agar guruhlar aro jang bo'lsa, Kapitan Amerika o'z strategik fikrlashi va jamoaviy boshqarishi bilan Aquaman jamoasini ortda qoldirishi mumkin. Ammo yakkama-yakka jangda suv yuzasi va suv ostida deyarli imkoniyati mavjud emas. Quruqlikdagi jangda bo'lsa, Aquaman Kapitan Amerika bilan tengma-teng jang qilishi mumkin deb ayta olamiz. Bugun biz faqat yakkama-yakka jang natijasini taxmin qilayotganligimiz uchun hisob 1-1.
Endi esa ayollar. Ikki kino olamining ham eng kuchli ayol boyetslaridan biri bo'lgan Kapitan Marvel hamda g'aroyib ayol o'rtasidagi jang. Agar bu jang sodir bo'lganida bir lahza ham ko'z uzmay tomosha qilardim. Menimcha juda ko'p Marvel DC ishqibozlarining orzusidagi jang bo'lsa kerak. Diana yoki g'aroyib ayol yarim amazonkalik, yarim xudo ekanligi sababli juda chidamli va yoshligidan chiniqqan jangovar mahoratga ega ayol. Bundan tashqari unda tezlik ham kam emas. Adolat ligasi filmida biz Diana qanday qilib o'qlarni qaytarishini ko'rganmiz. Buning uchun albatta yaxshigina tezlik kerak bo'ladi. Qo'shimchasiga g'aroyib ayolda o'zining qilichi, qalqoni va qamchisi bo'lib, ular jangda anchagina ustunlik beradi. Ikkinchi tarafda Kapitan Marvel. Unda ham chidamlilik chakki darajada emas. Kuchga keladigan bo'lsak, Kapitan Marvel asosan undan tarqaladigan energiya kuchidan foydalanadi. Ushbu kuch kapitanga hatto uchishga ham yordam beradi. Lekin qo'lbola jangda Dianaday mahoratli bo'lmasligi mumkin. Ular o'rtasidagi jang natijasiga keladigan bo'lsak, bu juda ham mayda detallarga bog'lanib qolardi. Misol uchun, agar qo'lbola jang qilinadigan bo'lsa, Diana yutishi mumkin. Agar super kuchlar bilan jang qilinadigan bo'lsa, Kapitan Marvel. Agar artefaktlar yordamida jang qilinsa, Diana va hokazo. Men bular o'rtasidagi jangni durang deb olishga qaror qildim. Siz kim yutardi deb o'ylaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. Hozircha hisob 2-2. Chidamlilikdan tezlikka ko'chamiz. Tushunganingizdek, Makari Flashga qarshi. Marvelning Makari ismli personaji. U abadiy, o'ta tezkor, hattoki u tezlik yordamida suv ustidan ham yugurib o'ta olgan. Jang qilishga kelsak, hech qanday qurol, aslaha yoki kuchdan foydalanmaydi. Asosan o'zining chidamli tanasi yordamida raqibga zarba beradi. Ikkinchi tarafda Flash tezlik yordamida ajralib chiqqan energiyani qurol sifatida ishlata oladi. Tezlik bo'lsa salkam cheklanmagan. Yorug'lik tezligidan-da tezroq harakat qilish orqali vaqtlar aro sayohat qilishi mumkin. Zack Snyder olamidagi Flashda bir oz yosh bolalik bor ekanligini hisobga olmasak, Makarida Flashga qarshi umuman shans mavjud deb o'ylamayman. Hisob 2-3. Endi esa navbat Cyborg va Visionlarga. Ushbu jang kuchli texnologik va kutilmagan lahzalarga boy bo'lishi mumkin. Chunki Cyborg apokalipt texnologiyasi yordamida qayta qurilgan yarim odam, yarim robot, ya'ni Cyborg. U kuchli texnologik qurollarga va zirhlangan tanaga ega. Eng muhimi, kuchli hakkerlik qobiliyati. Agar yetarlicha vaqt bo'lsa, istalgan tizimni buzib kirishi mumkin, hatto Visionni ham. Ammo Vision osonlik bilan uni hack qilishlariga qo'yib beradigan sun'iy intellektlardan emas. Unda aql toshi mavjud bo'lib, bu cheksizlik toshi yordamida Vision ulkan zarar keltiradigan lazer sifat to'lqin hosil qilishi mumkin. Cyborgning texnologik hujumlari, ya'ni raketalar, avtomatlar va yana shunga o'xshash o'qotar qurollardan bo'lsa, jismoniy hujumlardan daxlsizlik fazasi bilan bemalol qochishi mumkin. Shu faktlarni hisobga oladigan bo'lsak, Vision va Cyborg o'rtasidagi jangda Vision g'alaba qozonish ehtimoli kattaroq. Demak, hisob 3-3. Ikki kino olamining galaktik darajadagi yovuzlari Thanos Darkseidga qarshi. Thanos personajidan boshlasak, ushbu personaj bilan biz Marvel filmlarida asta-sekin tanisha boshladik va Qasoskorlar cheksizlik jangi filmida to'liq tanib oldik desak ham bo'ladi. Ammo Avengers Endgame filmida Thanosning qay darajada mohir jang qilishiga yana bir bor guvoh bo'ldik. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, Avengers Endgame aslida Qasoskorlar final bo'lib tarjima qilinmasligi kerak edi. Bilmadim nima sababdan bunaqa tarjima qilishgan, lekin bu ish bilan juda ko'p muxlislarning filmga bo'lgan fikrini o'zgartirib qo'yishgan. Endgame aslida o'yin yakuni yoki o'yinni tugatish degan ma'noda tarjima qilinishi kerak edi. Sabab cheksizlik jangida boshlangan o'yinni yakunlash. Mayli, Thanosdan uzoqlashib ketdik. Thanos yarim abadiy, ularni abadiylar filmidan taniysiz. Yarim deviant genlardan paydo bo'lgan yoki tug'ilgan juda kuchli mavjudot. Qay darajada kuchli ekanligini esa men siz ham juda yaxshi bilasiz. Undan tashqari strategik fikrlash, jamoani, ya'ni armiyani osonlik bilan boshqarish qobiliyati va eng muhimi cheksizlik toshlarini saqlaydigan qo'lqopi mavjud.
Thanosdan farqli o'laroq biz DC kino olamida Darkseid bilan unchalik yaxshi tanish emasmiz. Shuning uchun ham DC komikslaridan ma'lumotlar olishga urinib ko'rdim va shuni bildimki, Darkseid Apokalips sayyorasi hukmdori. Qo'lbola jangda Superman bilan tengma-teng jang qilishi mumkin. Bu shuni bildiradiki, unda chidamlilik va kuch ham yetarli darajada. Undan tashqari ba'zi bir manbalarda Omega nurlari, telepatiya va telekinez qobiliyatlari ham bor deyilgan. Men ham birinchi o'qiganda hayron bo'ldim, chunki biz mana bu sahnani ko'rganmiz. Nima ham derdik? Darkseid aslida biz o'ylagandan anchagina kuchliroq ekan. Demak, yovuz qahramonlar o'rtasidagi jangga keladigan bo'lsak, agar qo'lbola jang bo'ladigan bo'lsa, bu jang anchaga cho'ziladi va oxir-oqibat durang natija ko'rishimiz mumkin. Ammo bu super qobiliyatlar va artefaktlar yordamidagi jang bo'ladigan bo'lsa, telepatiya, telekinez va omega nurlarini boshqaradigan Darkseidga qarshi qo'lqop kiygan Thanosda unchalik katta shans bor deb o'ylamayman. Demak, hisob 3-4. Endi esa uzoq kutilgan jang. Thor va Superman. Ikkisi ham o'zga sayyoraliklar. Biri xudo bo'lsa, ikkinchisi super odam. Birida chaqmoq chaqsa, ikkinchisida lazer. Biri bolta, bolg'a, ketmon va teshalardan foydalansa, ikkinchisi erkakchasiga qo'lda tepkilashni afzal ko'radi. Stop, 15 soniya vaqtingizni olaman. Bugungi videoda solishtirilgan personajlardan tashqari yana qaysi personajlarni solishtirish mumkin edi? Va yana bugungi videoda solishtirilgan personajlarning qaysilarining natijalariga qo'shilmaysiz? Izohlarda yozib qoldiring va biz Thor va Supermanga qaytamiz. Ular ikkalasi ham o'ta chidamli, ammo Superman boshqa darajada chidamli. Faqat bitta nomavjud. U faqat quyosh ko'rinib turadigan joy va yer sayyorasida shunday kuchli. Undan boshqa sayyoralarda unchalik Supermanlik qila olmasligi aniq. Thorga esa sayyoraning umuman qizig'i yo'q. U istalgan sayyorada menga Supermanni keltiring deb jangga kirib ketaveradi. Undan tashqari cheksizlik toshlari yordamida berilgan zarbani kesib to'g'ri Thanosga kelib qadalgan Thorning go'sht chopqichi uchun Supermanning chidamliligi juda katta muammo bo'lmaydi deb o'ylayman. Tushunib ulgurganingizdek, Thor Supermanni yengish ehtimoli kattaroq va hisob 4 ga 4 bo'lib qoldi. Xuddi boshidan uyushtirib qo'yilgandek. Lekin unaqa emas. Nima ham derdik? Videoni oxirigacha tomosha qilganligingiz uchun rahmat. Charchamang.